الزنا المرأة إذا كانت زنت Dinimizga ko'ra ayol agar zino qilsa uni toshbo'ron qilib o'ldirish jazosi beriladi. في جلد 100 جلدة. Qur'ondagi bir oyat ayollarni yotoqda tark eting deydi. Bir xonada yotmang deydi. Xotinlarni tarbiya etish uchun og'rimaydigan qilib uring, badaniga zarar yetmasin deydi. غير موجع أو غير مبرح. إن هو بيتحفر له حفرة في Bu jazo bunday jazo etiladi. مستوى معين. Oldin yer chuqur qaziladi, الحد keyin zinokorni tizzalarigacha ko'miladi, والباقي keyin odamlar uni joni uzilguncha toshbo'ron qiladilar. رمي Zinokor erkak ham ayol ham ana shunday birdek jazolanadi. الرجل مثل نفس الشيء. Women whose vicissitudes from childhood to adulthood Musulmon we've been ayollarning discussing bolaligidan balog'at are yoshiga difficulty yetgunga finding qadar their own nimalarni voices boshidan within kechirishini marriage and social kuzatdik. life because of Erkaklar deeply ustundagi ingrained vaz va and hukmlar doctrinally ostida enshrined nikoh va ijtimoiy male-dominated hayotda eziladi. interpretations of Islam. These men-favoring, Afsuski tarixda deyarli barchasi erkaklar bo'lgan ilohiyotchi olimlarning haddini oshuvchi hukmlari faqat erkaklar foydasiga chiqarilgan. Mazkur tushunchalarning eng muhimlaridan biri Niso surasining 34-oyatidagi qavvom kalimasidir. Bu kalima bilan erkaklar ayollardan ustun yaratilgan. Erkaklar ayollarning hukmdori deya da'vo qilinib, buni er-xotin munosabatlaridagi itoat, bo'yin egish deya ta'riflashgan. There are other verses that people use to set up. Insonlar orasida jinsiy iyerarxiya qurish uchun ishlatiladigan boshqa oyatlar ham bor. Is verse or ayah number 34. Ulardan biri 4-suraning 34-oyati. Oyatda erkaklar haqida qavvamuna alan niso deyiladi. Bu oyatni farqli shakllarda erkaklar ayollardan javobgardir deya tarjima etilgan. Buni aynan javobgarlik ma'nosida anglasak, erkak uyda xo'jayin, ayol esa unga bo'yin egishi shartligi kelib chiqadi. Obeys the man. Erkak va ayol munosabatlaridan so'z ketsa, bunday ontologik ustunlik yoki yana ham insofsizi ikkita teng orasida ustunlik deya talqin etadi. Ammo Qur'onga nazar tashlasak, odamlarning dunyoga kelganlardan keyingi ega bo'lgan ijtimoiy yoki jismoniy imkonlar ekanini ko'ramiz. avantajlar olduğunu görüyoruz. Shunday ekan, qavvom so'zi noto'g'ri talqin qilingan deya olamiz. Qavvom kalimasi boshliq degani emas. And in fact some early Ba'zi ilk davr olimlar bu kalimani shunday tarjima etishgan. Oilani ehtiyojlarini ta'minlovchi, ya'ni musulmon bir oilani boqish erning zimmasida. the family. Yusuf Ali Abdulloh Yusuf Ali bu oyatni ayollarning himoyachisi va moddiy ehtiyojlarini ta'minlovchi deya tarjima etadi. understood Bu kalimani qanday tarjima qilish, tarjimoni erkak-ayol munosabatlarini qanday ko'rishiga bog'liq. the proper relationship. Buni qo'llovchi, himoyachi va moddiy zaruratlarni ta'minlovchi desangiz, bu holda erkaklarning ayollarga nisbatan moddiy javobgarliklarini ifoda etgan bo'lasiz. Financially Aslida oyat erkaklarning ayollar uchun sarf xarajat etishi mavzusi bilan davom etadi. on women. And this An'anaviy tushunchaga ko'ra ham erkaklar ayollarga moddiy jihatdan yordam berishlari lozim. support women financially. Kavvam diye ifade Qavmom kalimasi erkakning moddiy javobgarligini ifodalaydi. E'tibor bering, bu yerda erkak kishi qavmom bo'lsa degan buyruq yo'q. Bu yerda erkakning ustunligiga urg'u berilayotir. maddi bir sorumluluğa Erkakning moddiy javobgarligi va umumiy ahvoliga ishora bor. eğer ki kadın Agar ayol ishlasa, eri va oilasini moddiy tomondan ta'minlasa, unda ayol qavvom bo'ladi.
Ayollar bugun erkaklar bilan birga pul topadi. Hatto ba'zi holatlarda oilani boquvchi ayol kishi. Shu bois bu yangi vaziyatda qavvom kalimasini yangidan ko'rib chiqish kerak. Qavvom kalimasining har ikki jinsga nisbatan ishlatishi mumkin ekanini anglashimiz lozim. Bu bir qator tushunchalarni yangidan anglab yetishimizni talab etadi. Bu degani ham o'zimizga ham barcha zamon va makonga xitob etgan Qur'on matniga insofli muomala qilish demakdir. Bu yerda erkak mas'uliyatining naqadar og'ir ekanligini ochib beruvchi ta'kid bor. Erkaklar ayollardan ustunroq, ayollar erkaklardan pastroq deb xulosa chiqarish biroz haddan oshish bo'lsa kerak. Niso surasining 34-oyatida zikr qilingan va bo'ysunish ma'nosini ifodalovchi qonitat kalimasi kimga bo'ysunishni ifodalashi ham muhim. Garchi bu oyatdagi ma'no ayol eriga bo'ysunadi deb kelingan bo'lsa-da, biz bilan suhbatda bo'lgan olimlarga ko'ra bu oyatda Allohga bo'ysunish nazarda tutilgan. Qur'on butunligida tushunilganida aynan shunday ma'no chiqadi deyishadi. Qonitat kalimasi bo'yin egish, bo'ysunish ma'nolarini bildiradi. Oyatning avvalida erkaklar qavvom deyilgan. Demak, bo'ysunish erkakka, mana ayolning eri, xo'jayini, uning egasi deyilgan. Qanaqasiga ayol eriga bo'ysunishi kerak degan xulosa chiqarishlarini tushunmayman. Chunki oyatda birinchidan oilali, erli ayol deyilmagan. Ya'ni oilali ayol orqali ta'riflash yo'q oyatda. Misol uchun solihatun deyilgan. Soliha ayollar nima degani? Iymonli va fazilatli yarasha ish tutadigan ayol. Bu turmush qurgan ham, yo turmush qurmagan yoki yo ajrashgan bo'lishi ham mumkin. Qonitat bu yerda bo'yin egadigan ayollar. Qonitat kalimasi ham Allohga itoat etish. Chunki agar siz buni eriga itoat desangiz, eri Allohga itoat etmaydigan kishi bo'lsa, ayolni Allohga qarshi fosiqning asirisiga aylantirgan bo'lasiz. Bunga haqqingiz yo'q. Matn bunga yo'l bermaydi. Odamlar o'z o'ylaganini Qur'onga aytishga harakat qilishadi. Bunday o'qish to'g'ri emas. Qonitat itoatni Alloh bilan cheklaydigan kalima. Mana shu ma'no uchun maxsus kalima. Shuning uchun bu yerda eriga bo'yin egishi degan ma'no yo'q. Qizig'i shundaki, qonit va boshqa shakllarga qarasak, Qur'onning boshqa oyatlarida Allohga bo'yin egish ma'nosida ekanini ko'ramiz. Nega boshqa barcha oyatlarda erkak va ayollarning Allohga bo'yin egishi haqidagi qonit kalimasini bu oyatda boshqacha ishlatishgan? Nega boshqa oyatlarda jinsga aloqasiz tarzda talqin etilgan? Nega barcha oyatlarda bo'yin egish faqat Allohga bo'ladi-yu, bu oyatda bunday istisno? Qur'on tarjimalarida qonit kalimasida kelgan barcha oyatlar orasida faqat 4-sura 34-oyatda farqli o'girilganini ko'ramiz. Boshqa bir oyatlarda Allohga bo'yin egish ma'nosida, ammo 4-34da erga bo'yin eguvchi ayol kabi ma'no berishgan. Nega? Sabab islomiy ilmlarda ijod etganlar. Tarix mobaynida ular doim erkakni ustun, ayolni tuban degan zehniyat yaratib, erkak foydasiga qilingan. Ahzob surasining 35-oyatida ham erkaklar haqida so'z boradi. Musulmon erkaklar va muslima ayollar, mu'min erkaklar va mu'mina ayollar, bo'yin eguvchi erkaklar, bo'yin eguvchi ayollar. Endi qaysi mard chiqib ayta oladi? Val qonitat eriga itoat etuvchi ayollar ekan. Demak, oldingi val qonitin xotinlarga itoat qiluvchi erkaklar deb ayta oladimi? Bu yerdagi sifatlar bandaning Allohga bog'liq mavqeini bildiradi. Allah'a ait kulun duruşunu ortaya koyan sıfatlardır. Qur'on erkaklarga ayollarni urish, kaltaklash ruxsatini bergani haqida ko'p gapiriladi.
Bu oyatlar orasida eng yoyg'in va eng ko'p munozaraga sabab bo'lgan oyat ayollarni uring degan oyatdir. Erkak ayoliga g'azab qilsa, urishi va kaltaklashi mumkin. Ba'zi musulmonlar oyatni aynan shunday tushunishadi. Ko'plab musulmon o'lkalarida esa bu dahshatli suiiste'molga yo'l ochadi. Pishirgan ovqatini yoqtirmasa yoki sammanga borib qolsa, ayolini bemalol savalashi mumkin. Bu haqni unga Alloh bergan deb o'ylaydi. Ayollarni uring degan iborani oyatdagi birgina so'zga vazribuhunna kalimasiga asoslashadi. Holbuki zaraba uzakli kalimalar Qur'onda 17 farqli ma'nolarda ishlatiladi. Ma'nolaridan biri ayrilmoq, qo'ymoq, misol keltirmoq. Bir kalima birdan ko'p ma'noga ega bo'lsa, har farqli ma'noni tanlaganda oyatning ma'nosi ham o'zgaradi. Urin deya tarjima etilgan zaraba kalimasi Qur'onda farqli ma'nolarda, masalan, uzoqlashish, ayrilish yoki masofa olish ma'nolarida ishlatilgan. Ya'ni oyatni urin deb tushunish bir kishining shaxsiy talqinidir. Payg'ambar hech qachon hech bir ayolni urmaganlar. Agar sunnatga ergashmoq istasangiz, urmang. Niso surasining 34-oyatidagi zaraba kalimasi mabodo er-xotin orasida muammo bo'lsa, o'z joylarini ajratish deb tushunish menimcha eng to'g'ri izoh bo'ladi. Buning eng muhim sabablaridan biri Nur surasining 6-9-oyatlaridagi voqea. Aytaylik, bir kishi xotinini zino qilayotganida ko'rdi. Bu oyatlarga ko'ra o'shanda ham erkak o'z xotinini urishga, unga jazo tayinlashga haqqi yo'q. Ahzob surasining 21-oyatida payg'ambarimiz eng yaxshi namuna ekani ta'kidlangan. Ahzob surasining 28-oyatida uning ayollari bilan o'rtada muammolari borligini ko'ramiz. Biroq Qur'onda ayollari bilan o'rtada muammolar aytilayotib, ayollarini qanday kaltaklaganini ko'rmaymiz. Bunga ishora ham qilinmagan. Agar siz oilani davom ettirishni istamasangiz, yaxshilik bilan ajralish deyiladi. Tahrim surasida payg'ambarning ayollari bilan muammolari zikr qilinadi. U yerda ham urush, kaltaklashga ishora ham yo'q. Payg'ambarda eng chiroyli namuna bor va bu yerda urush, kaltaklash haqida hech gap aytilmagan. Niso surasining 34-oyatini ushbu oyat bilan birga bog'lab, joylarini ayirish degan ma'noni berish maqsadga muvofiq deya olamiz. Baqara surasining 228-oyatidagi daraja kalimasi ham erkaklarning ayollardan ustunligi, ular ustidan hukmronlik qilishi zarurligiga dalil sifatida ishlatmoqchi bo'lishadi. Oyatda erkak va ayollarning o'zaro haqlari bor deyilmoqda. Ammo erkaklarning ayollarga nisbatan bir darajasi bor. Musulmonlarning ko'pchiligi oyatni erkaklar ayollardan ustun yaratilgan deb tushunadi. Ammo daraja kalimasi kelgan oyatga qarasak, oyat taloq, ya'ni ajrashish haqida ekanini ko'ramiz. Ammo Alloh bu oyatda umum insoniy ma'noda erkak zoti ayol zotidan ustun degan ma'no e'lon qilgan emas. Bu faqatgina ajrashish bilan bog'liq oyatdir. Robbimiz deydiki, val mutallaqot, ajrashgan ayollar, ajrashayotgan ayollar. O'sha ayollarning erlari, o'sha ajralish jarayonidagi ayollarning erkaklari demaydi, balki erlari deyilmoqda. Ya'ni har qanday erkak emas, balki ayollar va ularning ajralish jarayonidagi erlari haqida bir qoida qo'yilmoqda. Erkaklar uchun ularning xotinlariga nisbatan birlamchilik bor. Mavzu ajrashish arafasidagi er-xotin haqida. Bu yerda erkak ayoldan ustun deyilmagan.
Ajralish jarayonidagi ayol boshqa erkaklarni tanlashdan ko'ra yaxshisi o'z erini tanlashi afzal. Baqara surasining 228-oyatida daraja degan kalima bor. Kalimalar buni erkaklarning ayollardan ustunligi bilan bog'liq deb keladi. Biroq oyatni to'liq o'qisangiz, u nikoh va taloq haqida ekanini tushunarli bo'ladi. Bu yerda agar erkak va ayol ajrashsa, birinchi eri ayolga qaytishda muqaddam haqqa ega ekani aytilgan. Ushbu muqaddamlikka rioya qilish yaxshi deyiladi. Ammo bularning ikkisidan ustunligi haqidagi mavzu yo'q bu oyatda. Sadly, the problems Muslima that ayollarning Muslim women hayoti faces davomida during their duch kelgan lifetime are qiyinchiliklari not bular limited to bilan the cheklanib matters qolmaydi. discussed thus far. Bu Additional boradagi issues muhim include a mavzular woman's right to orasida own property ayollarning and mulk rights to haqqi, inheritance meros and haqqi va dowry. mahr kabi masalalar birinchi o'ringa chiqadi. Ular islom dunyosidagi ayollarning haqlarini belgilamaganlar. Ayollar islom kelganidan keyin mulkka egalik haqqiga ega bo'lishgan. Amerikada, Angliyada ayollar bu haqqa ega emas edi. 19-asrning o'rtalarigacha Amerika va Angliyadagi ayollarning ko'pchiligida mol mulkka egalik haqqi yo'q edi. Shu bois kim kimga nisbatan qanday edi degan savolning o'tmishi ancha murakkab. Qur'on deydiki, erkaklarning qozongani o'ziga, ayollarning qozongani o'ziga. Demak, bu oyat ayollarning mulk egasi bo'lish haqlarining asosidir. Ayollar o'z mustaqil mulkiga ega bo'lgani holatda ham o'zlarini o'zlari boqish majburiyati yo'q. Qur'onga ko'ra erkak yoki ayol mulkka egalik qilish, o'z boyliklarini o'zi tasarruf etishda teng huquqlarga ega. Hatto masalan ayolga merosdan ulush beriladi. Ayol zakot uchun javobgarlikka tortilgan. Infoq etuvchi ayollar deya oyatlarda zikr etilgan. Demakki mulki bor. Shuning uchun ham bularni bera oladigan bo'ladi. Shu sababli mulkka egalikda ikki jins orasida hech qanday farqi yo'q. Ko'rinib turibdiki, amaldagi dinda ayollarga qarshi turli hukmlar yaratilgan bo'lsa-da, islom nuqtai nazaridan mulkka egalikda ayollar erkaklar bilan teng haqlarga ega. Ayollarning mol-mulkka ega bo'lishlari va bu mulkni o'z ixtiyoriga ko'ra tasarruf etishlari mumkinligiga yana bir dalil bo'lajak erning nikoh paytida ayolga berishi kerak bo'lgan mahrdir. Mahr bu nikoh bitimi natijasi sifatida erkak ayoliga o'taydigan to'lov, uylanish badali. Qaysidir ma'noda bu ayolga himoya beruvchi zaxira hadyasi. Qur'onda nikoh shartnomasi tufayli ayolning mahrlarini to'lash erkakka buyurilgan. Qur'onga ko'ra mahr ayolning turmush qurish va ajralish haqqini kafolatlaydigan badal sifatida namoyon bo'ladi. Mahr ayolning nikoh va taloq haqqi oldidan kafolatlanishi mumkin. Qur'onga qarasak, ayolning turmushga chiqayotgan mahr olish huquqi va undan o'zi xohlagancha foydalanishi, o'zi xohlagancha tasarruf etishi, uning ham haqqi xuddi erkak kabi birdek mol-mulkka ega bo'lish haqqiga ega ekanligini ko'rsatadi. Dinlarning va diniy urf-odatlarning ko'pi erkakning mol-mulkda ulushi bo'lishiga izn beradi. Ammo islom ayolning mol-mulki yolg'iz uning o'ziga tegishli ekanida qat'iy turadi. Yana bir tortishuvlarga sabab mavzu ayolning merosdagi ulushi. Islomda ayollarning meros haqqi qanday tartib etilgan? Meros masalasini ko'p so'rashadi. Islomda ayollarning merosdan oladigan ulushi erkaklarning yarim ulushiga teng. Meros oyatlarini o'qishning boshqa usullari ham bor. Biroq odatda erkaklar ayollardan 2 barobar ko'p ulush oladi deb ishoniladi. Agar ayollar boy, badavlat bo'lsa ham, uni erkak ta'minlash shart bo'lgan jamiyatlarda, darvoqe, oyatda aynan shunday jamiyat haqida so'z ketadi. Meros taqsimidagi nisbatlarga tamoman farqli jihatdan yondashishga imkon beradi.
Chunki bir erkak moliyaviy jihatdan ta'minlashi shart bo'lgan ayollar shular. Ayoli, turmushga chiqmagan qizlari, beva onasi yoki turmushda bo'lmagan opa-singlisi. Merosda qiz farzandlar o'g'il farzandlardan 2 barobar ko'proq ulush oladi. Bu to'g'ri, ammo ota-onalar marhum farzandlarning merosini teng miqdorda olishadi. Ya'ni bu taqsim nisbati qat'iyan cheklangan miqdorlar emas. Qur'ondagi meros masalasini o'rganar ekanmiz, butun tizim ichida pul oqimini ham e'tiborga olishimiz kerak. Qur'ondagi nikohda erkak ayolga mahr berilishini ko'rdik, ammo mabodo deylik, keyin ajralish ham bo'ldi. Ayol farzandni emizadigan vaqt ichida ayolning va farzandning sarf xarajatlarini ham erkakning zimmasiga yuklanadi. Qisqasi erkak mahr o'tagani hamda bolani boqishi ko'proq vazifalar zimmasiga yuklatilgani bois ko'proq pul taqsimlaydi. Buni muvazzanatda tutuvchi omil sifatida ayollarga qaraganda erkaklarga 2 barobar ko'proq meros taqsim etiladi. Qisqasi, agar er ham ayol ham ishlayotgan bir vaziyatda ularning zimmasidagi vaziyatlarni inobatga olinsa, meros taqsimotidagi o'g'il va qizga teng meros berish mumkin. Vasiyatnoma orqali bunday qilish mumkin. Bu mavzularda yillar mobaynida tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar Qur'onga ko'ra qanday bo'lish kerakligini aytsalar-da, afsuski, musulmon mintaqalardagi voqelik farqli bo'lib kelmoqda. Rajm Qur'onga zid bo'lgan eng dahshatli iddaolardan biri. Zinokorni toshbo'ron qilib o'ldirish. Bundan tashqari, bu iddaoni islomga kiritish uchun Qur'onda toshbo'ron qilib o'ldirish bor edi. Keyinchalik echki bu oyatni yegan degan aql bovar qilmas hikoyalar paydo etilgan. Zino qilganlarni jazosiga rajm masalasiga kelsak, Qur'onda rajm qiling, toshbo'ron qiling, o'ldiring degan jazo yo'q. Bu hukm hadislardan olingan. Madinada ulkan Yahudiy jamoati bor edi. Yahudiylar Musaviylik fiqhiga ko'ra amal qilishardi. Musaviy fiqhiga ko'ra zino qilgan rajm qilinadi, Qur'onda esa bunday narsa yo'q. Kur'an'da rejim diye taşla öldürmek diye bir ceza yok. Qur'onda toshbo'ron qilish degan jazo yo'q. Bu qanday paydo etilganini shaxsan men tushuna olmayman. Rajmni musulmon urf-odatlariga qanday kirib qolganini balki tekshirish kerak hali. Chunki zino haqida ko'plab oyatlar bor. Keyin echki yeb ketdi degan iddao va hokazo. Ko'p to'qima narsalar ham bor. Qur'on oyatini echki yeb ketdi degan iddao g'irt bema'ni yolg'ondir. Payg'ambarning 40 dan ziyod vahiy kitobi bo'lgan. Ularning 28 tasi Qur'on oyatlarini yozib qayd etish bo'yicha mas'ul edi. Demak, birorta oyatni echki yeb ketsa ham qolgan 27 kitobdagi nusxalar bor emasmidi? Alloh Qur'onni saqlashni va'da qilgan, zikrni nozil qilgan. Biz uni muhofaza etuvchi ham bizmiz. Biz ko'rib chiqqan barcha talqinlar aslida Qur'on hukmlarining islom olamida qanchalik tark etilganiga yaqqol dalil. Uydirilgan so'zlarni va urf-odatlarni hech tekshirmasdan diniy haqiqat sifatida qabul qilgan jamiyatlarda yetkazilgan jarohat qo'rqinchli. Toshbo'ron qilib o'ldirish, erkakning zo'ravonligiga va zulmiga uchragan ayollar chorasizligi, munozarali bu mavzularning islomga qarshi ishlatilishi va bundan tashqari Allohning kitobida o'rin olmagan diniy hukmlarni hatto musulmonlarning o'zlari himoya qilib turganda muammolarga yechim topish qiyinlashadi. Butun dunyo bo'ylab ekspertlar bilan ushbu muammolarning haqiqatini izlashda davom etamiz. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan yana bir mavzuni, ko'p xotinlik mavzusini islom nuqtai nazaridan muhokama qilamiz. Polygamy is one of those
Ko'pxotinlik islomda ayol va jinsiyat bilan bog'liq tez kun tartibiga keluvchi mavzulardan biri. Bu mavzu Qur'onning 4-sura 3-oyati bilan bog'liq. Ammo oyatda barcha ayollar bilan adolatli muomalada bo'lishi shart qilingan. Qur'on ko'pxotinlikka qat'iy bir taqiq qo'ymagan. Bu oshkor. Qolaversa ko'pxotinlikka buyurmagan ham. Bu ham oshkor. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, faqat bunga ruxsat bor. İslamiyet çok geniş Islom dini juda keng bir tarixiy davrga, ham qabilaviy davlatlarga ham imperiyalarga ham nozil bo'lgan din. Kur'an'ın Qur'ondagi ixtiyorlik doirasi keng bo'lishi bilan farqli vaziyatlarga moslashtira olingan. Kur'an'ın serbestiyet Qur'onda mubohlikning doirasi keng degani ixtiyoriy bo'lgan amallar diniy majburiyat degan ma'noni bermaydi. çok eşit. Ko'pxotinlikni ham shunday tushunish kerak. Ko'pxotinlikka din ruxsat bergan, majburiyat yuklangan yoki tavsiya qilingan diniy vojibot emas. Bulamazsa çok eşit. Agar er-xotin o'rtasida adolat qilinmasa, ko'pxotinlikka yo'l qo'ymaslik kerakligi buyurilgan. Consider one of the first impressions that comes to mind when Islom the olami Islamic world deganda is mentioned. ba'zilarning esiga keladigan hashamatli haramlar va joriyalar Qur'onga How do qanchalik these muvofiq reflect the keladi? commandments of the Quran? According to the Quran, Musulmonlar it's joriya permissible tutib for ularni Muslims to take jinsiz women cho'rlarga prisoners of war aylantirishi as slaves islom and nuqtai use them nazaridan as mumkinmi? concubines. Islom kelganida quldorlik va joriyalik dunyo bo'yicha joriy etilgan tizim edi. Iqtisodiy va ijtimoiy tizimning tamalida quldorlik edi. Islom kelib quldorlikni olib boruvchi sabablarni, qashshoqlik, istilo, talon va ribo kabi sabablarni bartaraf etgandi. Qur'onning joriyalik haqidagi eng aniq va eng yorqin izohi Muhammad surasining 4-oyatidir. Bu yerda urush asiralari va asirlari yo badalini to'lab yoki to'lovsiz ozod etilishi buyurilgan. Shu bois Qur'ondan joriyalikka oqlov izlamang. Qur'on aksincha arab odatida mavjud bo'lgan joriyalikni bartaraf etgan. Savaş bittikten sonra bu köleleri, esirleri diyelim, esirleri Ya'ni urush tugagandan keyin deylik, bu qullar to'lov evaziga yoki to'lovsiz ozod qilinadi. 3-variant yo'q. Lekin islom tariximizda 3-uslub joriy qilingan. Xohlasang o'ldirishing mumkin, xohlasang qul qilishing mumkin bo'lgan variantlar kiritilgan. Bu Qur'on mantiqiga tamoman zid. getirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mantığına aykırıdır. Agar jangchi bir ayolni tutmoqchi bo'lsa, faqatgina nikohdagi ayoli bo'lishi sharti bilan mumkin. U ham o'z roziligi bilan nikohlangan, ya'ni farzandlarining onasi bo'lishiga rozi bo'lgan ayolni tuta oladi. Muhammad payg'ambar o'ziga hadiya sifatida berilgan barcha qullarni ozod qilgan. Ammo tarixning keyingi davrlarida qullik yanada kengroq tarqaldi. Bunga sabab yangi istilolar natijasida islomga yangi qavmlar kirib keldi. Ular ijtimoiy tuzumlarni quldorlik asosida mustahkamlangan xalqlar edi. Islom deb nomlangan ko'plab e'tiqod va amallar haqiqatan ham islom bilan bog'liq bo'lmagan e'tiqod va amallarmi? Toshbo'ron, joriyalik, ayollarni kaltaklash kabi nomlar ostida alohida yangi din taqdim etilganmi? Xo'sh, Qur'onda huriylar oxiratda erkaklarning to'shak juftlari deb ta'riflanganmi? Oxirat haqidagi rivoyatlarda aytiladiki, huriylar erkaklarning shahvoniy istaklari uchun berilgan ayollardir. Biz ekspertlarimizdan bu iddao haqida ham tortinmay so'radik. Qur'onda huri, g'ilmon,
kavoib kabi bir qator kalimalar keladi. Ular mu'minlarga jannatda beriladigan mukofotlar sifatida zikr etiladi. Ammo o'tmishda erkak markazli dunyoqarash hukmron bo'lgani uchun bunday tashbihlar huriylar go'yoki ayol jinsi taraflanadi. Holbuki huri deya ayol jinsli mavjudot haqida Qur'onda biron gap yo'q. Bu yerda pokiza juftlar, bu kalima ayollarga ham erkaklarga ham birdek ishlatilishi mumkin. Faqatgina ayollar emas. Tarihsel bir mirasın sonucu olarak ilgili Afsuski o'rta asrlar tasavvuri oqibatida huri oyatlar doimo shahvoniy yo'sinda tarjima qilib kelingan. ahiretten bahsedilirken Qur'onda oxirat zikr qilinganida, masalan, Yosin surasida jannatdagi erkak yoki ayolning farqi yo'q, o'zlari va juftlari birga bo'ladi deyilgan. ezvacuhum fark etmiyor. Erkekse erkek, kadın eşiyle, kadınsa kadın eşiyle işte koltuklarda otururlar. Dolayısıyla ahirette Ya'ni oxiratda mu'minlarga va jannatiylarga beriladigan eng katta ne'mat o'zlarining solih yoki soliha juftlaridir. Erkak uchun o'z ayoli, ayol uchun o'z erkagi. eşidir. Peki kadınlar Ayollarchi? Ular nima bo'ladi? Ularga asosan yeguliklar berib amallanadi. Ular meva yeb turishsin, ichimlik to'la daryolar va hokazo. Bularga qarab zavqi kelib tursin degan tushuncha bor. Bu tushuncha qayerdan kelgan? Bu dinning erkak markazli taqdimidan kelib chiqqan. Kur'an'da cennetle ilgili Qur'ondagi jannatning ta'rifi jannatdan ba'zi manzaralar orqali beriladi. Bu manzaralarda jannatdagi hayot jinsiylikka aloqadorligi haqida hech ochiqlanmagan. Shu bois erkaklar go'yo huriylar bilan jinsiy aloqada bo'ladi degan gaplar tamoman uydirma. hayal ürünüdür. Practices contrary to the teachings of the Quran, such as divorce and marriage laws, Ko'rinib and turibdiki, rules regulating musulmon relations ayollarning between husband and ajralish wife, va oila all of haqlari, which desperately er-xotin o'rtasidagi disadvantage and even munosabatlarni harm women, tartibga soluvchi continue to qoidalar persist va among boshqa Muslims. ko'plab masalalarda We trace the Qur'on origin chizgan and chiziqdan persistence of tashqari practices ko'plab that harm amallar women, mavjud. to reasons such Guvoh as male bo'lganimizdek, theologians' ayollarga nisbatan patriarchal zo'ravonlik, interpretations of kichik Islam, yoshda turmushga and chiqarish, cultural traditions. erkaklarning ustunligi kabi Thirdly, masalalarda ignoring the commandments musulmonlar of the doim Quran, hamfikr bo'lib all the kelgan while deb bo'lmaydi. asserting anti-Quranic Tarixda traditions ilohiyotchilarning and ko'pchiligi fabricated erkaklar religious bo'lgani beliefs va is a continuing musulmonlar error. o'zlari yashab turgan jamiyatlarning Faithful urf Muslims, then, odatlarini need to dinlashtirgani develop and sababli implement bu the masalalarda complete set doim of ayollarga woman qarshi affirming holatlar and bo'lib woman kelgan. flourishing beliefs and practices Filmimizning can be barcha found in the qismlarida Quran. yoritilgan va guvohi Then, bo'lganimiz bir Muslim men and haqiqat bor. women alike need to Qur'oniy learn to hukmlar perceive o'rniga women within the mahalliy framework of urf-odatlarni, meaning set out by uydirmalarni the qabul Quran. qilish afsuski Until davom then, etib kelgan va women will davom continue to etayotgan face xato. denigration, segregation, Dunyoning oppression, barcha violence. mamlakatlaridagi ekspertlardan As olgan taught in the javoblar Quran, bizga quyidagi Muslim xulosalarni women should beradi. fully participate in life in a way that accords with the aims of Qur'onda their islom creation. asosidagi umumiy til yo'q ekan va musulmonlar ayollarga Qur'onning ma'no doirasidan qarashdan bosh tortar ekan. Afsuski, eng og'ir mashaqqatlar yana ayollar boshiga tushadi. A flourishing Islamic society can be Musulmon achieved ayollar only if o'z Muslims yaratilish are willing to g'oyasiga muvofiq relinquish tarzda the hayotda vicious ishtirok etar superstitions ekan, and erroneous musulmon and harmful jamiyatlarning yuksalishi interpretations ham that have albatta historically jadallashadi. disadvantaged women. Instead of taking Lekin buning anti-Quranic birlamchi traditions sharti as authoritative, xurofot va Muslims should haddan refer oshuvchi solely to the tanqillarni Quran, emas, balki in which we find Allohdan God's women Muhammad affirming payg'ambarga and vahiy society qilingan affirming kitobni, and life ya'ni affirming vision Qur'onni for the olishdir. flourishing of all of humanity.